Hammaga assalomu alaykum, chorva ishqibozlar va baraka savdo nashrlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prikda Puchig'oy qishlog'i. O'sha Puchig'oy dalalari keladi. Sizlar kuzgi selos o'rish sezon boshlanibdi aka. Shunga sizlarga bir ko'rsatib qo'yish degan maqsadda video syomkalar qilib beryapmiz akalar. Like bosib qo'yamiz emasdan bitta. Akalar mana ana ağda uğrayaptı. Hocinde deme aldı mı ya ki tıkılıp kaldı mı kan beyni akeler. Uğraş başlayın yani. Hocinde siyom ki akım menfaatli koyan zekele mi? Mekke. Çideki bu adam bol Mekkeli. Zilde de şey yaptı akeler. Zil makam az mı? Akalar zilde narxini bilmayman, lekin traktorning prinsipini narxini bilaman. 2 milyon, shu 2 milyon 200 bo'lyapti aka. Shu dalada olib chiqib ketish dehqondan. Hozir o'zi şeyda o'rda turgan egalar o'zini buqalariga kutyapti ekan dehqon. Mana akalar. Deli. Zaki şu kamasya zil çekelerimiz 200 mingdan kirib beryapti aka uylariga. Bitta kirib chiqishi. Sotasini qayerga yo'q ekan. Mekkani boyu şu 2,5 metr 3 metr olsa gerek. Ekelerimizin sorunu koyuyor degende like bosib qo'yamiz akalar. Bo'lib turganlarni qo'ydim. Ko'rgan bo'lsalar short videoga qo'ydim o'rib turganlarni. Hozir o'rga turganlarni ham syomka qilib beraman akalar. Like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta kombayn o'ryapti akalar, 3 ta zil qatnayapti cho'ta. Bitta zil aldı. Yine bittasi kelyapti yo'lda, ovozi eshitilyapti. Shu o'zimizni Puchqo'yda akalar. Puchqo'yda dalasida. Orada turgan akalar shu. Bunun içinde sotasi ham bor. Sotasini qayermayapman, mekkalari bor. Shu to'kilgan. Kelyapti 3-chi zilimiz akalar. Mo'sa hozir bitta o'rsa akalar, kombayn ishga tushsa, o'rsa bitta syomka qilib beraman akalar. Mana akalar 3-chi zilimiz ham keldi. Yetib keldi 3-chi zilimiz ham. Ishamaşlar zanchi. Do'konchi akamiz Hidirli akamizni uyga olib boryapti buni. O'zlari kerak, o'zlari yetishtirdi.
O'zlari oboryapti. Akalar, hali kombaynimiz yurmaydi aka. Men maktabga borishim kerak. Abit bo'lyapti akalar. O'rishini shorts videodan tomosha qilib olaverasizlar akalar, hali yurmaydi. Tiqilib qolib bir balo bo'lib qolibdi. Akalar, bo'lmasa bir dona like bilan obunachilik tugmachasini bosib qo'yaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.